Assalomu alaykum Artur obunachilarimiz, yaxshimisiz? Yine kommentariyada so'ragan edingizlar, arzon kiyim-kechaklarning yerida bor. Sizlar uchun bir joyini topdim. Videoni esa boshladik. Mana. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? So'roqlar bo'lib turibmi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum aka, charchamayapsizlarmi? Yaxshi, rahmat. Assalomu alaykum Artur Shoh obunachilari. Xudo xolasa aka, savdolar bo'lib turibdi. Aksiyalar ham bo'lib turibdi aka, xudo xolasa. O'tgan safar mana 40 ming so'mdan qo'ygan jemperlarimizdan inshaalloh mana har xil rasvetkalarni olib kelib qo'yganmiz aka. Ko'ryapsiz mana, ko'kidan deysizmi, fioletvi, yashil deysizmi, Xitoy material bo'ladi, o'rtoqlar, mana sifati o'ta zo'r bo'ladi. Boshqa joylar 65-70 ming so'm, obunachilar uchun 40 ming so'mdan beraveramiz. Ki ajoyib yaqali ko'ynaklarimiz kelgan mana. Bularimiz ham har xil rasvetkalari bor, razmerlari 52 dan boshlanadi, 64 gacha bor. Bu 56-razmer ekan o'rtoqlar mana. Bularni ham 55 ming so'm, 60 ming so'm sotyapmiz obunachilar uchun. Artur Shoh kanalidan ko'rib keldim degan obunachilar uchun aka 45 ming so'mdan beraveramiz bular. Mana obunachi Artur Shohdan ko'rib deb kelaverasizlar. Bu 56-razmer, 64 gacha bor aka razmeri. 45 ming so'mdan obunachilar uchun aka. Shuni yaqasizlari bor mana xolasingiz. Buniki razmeri 52 dan 56 gacha bo'ladi. Materiali bambuk tovar, o'ta yumshoq, konkret bo'ladi material aka. Bularni 40 ming so'm beraveramiz aka. Buni ham har xil rasvetkalari bor. Qorasidan, ko'kidan deysizmi, yashilidan deysizmi. Bularimiz mana Xitoy ko'ynaklarimiz 35 ming so'mdan, bularimiz razmeri standart bo'ladi. Yana velika razmer so'raganlar uchun mana ulli, yine semiz kishilarga bo'ladigan ulli velika razmerlarimiz, ular 65 ming so'm beraveramiz aka obunachilar uchun. Bularda kichkina razmerlari mana 45 ming so'mdan aka, atiga 45 ming so'm. Mana. Kelinglar mana. Bu yoqda mana ajoyib yaqali ko'ynaklarimiz. Materiali bambuk tovar bo'ladi, ichi nachos shuba bo'ladi aka. Buni ham razmerlari 58 dan 64 gacha bo'ladi aka. Buni 75 mingdan qilib beraveramiz aka. 75 ming so'mdan. Bu yoqda sportikalarimiz usti mana 56 dan 62 gacha razmer. Kiygan odam mana vitrovkaga o'xshab turadi aka. Konkret materiali ham zo'r, ichi nachos bo'ladi aka. Buni ham aka 75 ming so'm qilib beraveramiz aka obunachilar uchun. Buni arzonrog'i ham bor aka, mana 55 ming so'mdan aka. Buni ham ichi nachos bo'ladi. 55 dan beraveraman aka bularni. Mana velvetlarimiz kelgan. Bu yoqda mana xolasinglar kapshonkaligi bor. Xolasingiz kapshonkasi yo'q, yaqaligidan bor. Bu yerda hozir tugab qolibdi. Ertaga olib kelib qo'yamiz undan ham xudo xolasa. Ichi nachos bo'ladi aka, velvet tovar. Kapshonka, bez kapshonka. Bularimiz aka 100 ming so'm sotyapti, 90 mingdan qilib beraveramiz aka. 90 ming so'm. Bu yoqda mana kashmirlarimiz aka. Shu baho o'zgargani yo'q, narxi 75 ming so'm aka bularimiz. 62 gacha bo'ladi razmer. Bu yoqda jaketlarimiz mana, xolasinglar plashovkadan bor, xolasinglar velvet tovardan bor. Narxi 80 ming so'm aka. Razmeri 50 dan 60 gacha bo'ladi. 80 ming so'mdan aka. Bemalol ko'raverasizlar o'rtoqlar. Bu yog'imiz musko tovar. Xudo xolasa bu yoqda jenskilarimiz ham bor. Bir qator tanishtirib o'tamiz jenskini ham. O'tib ketib qoling. Jenski taraf aka. Mana hozir tanishtirib o'tamiz sizlar bilan. Keling aka, bunaqasi kelavering. Yo'q, PUBG'ni atlar. Odamlar ham qiziqsa. Aka obunachilar uchun bitta bomba skitka bor aka. Mana bu chalvirlarni ko'ryapsizmi aka? Velvet, oversize bo'ladi, past keng xili. Boshqa joylar 150-160 ming sotilyapti. Ichi nachos bo'ladi. Razmeri S dan 2XL gacha bo'ladi aka. Buni 100 ming so'm sotyaptim o'zim ham. Yana aksiyaga 80 ming so'mga tushirib qo'ydim aka. Buni ham rasvetkalari bor aka, mana seriyasidan deysizmi? Xolasinglar mana jinsi tovarimiz bor aka. Buni qora svetlari bor mana, har xilidan bor aka. Narxi atiga 80 ming so'm aksiyada. Bemalol kelaverasizlar aka. Bulardan bor aka. Undan tashqari ajoyib jaketlarimiz aka, eng fuli qalini bo'ladi aka. Razmeri 1XL dan 5XL gacha bo'ladi. Bularimizni 90 ming so'm qilib beramiz aka. Buni ham ikki xil rasvetkasi bor aka. Ochiq karishnividan bor aka mana. Ichini ko'ring, qalingina, shu konkret aka. Xudo xolasa razmerlari bor. 90 ming so'mdan kelib bemalol xarid qilaverasizlar. Keyin mana ajoyib xalatlarimiz kelgan. Bularni boshida 110-120 ming so'm sotganmiz. Ichini qarang, ichini, moni qalinligini qarang aka.
Bularimiz ham razmeri 50 dan 60 gacha bo'ladi aka. Bularni ham obunachilar uchun aka 70 ming so'mdan qilib beraveramiz aka. Yana. Ko'ring mana 70 mingdan rasvetkalar bor aka mana. Xohlagan rasvetkangizdan kelib ko'rib bemalol xarid qilishingiz mumkin. Bu yoqda ajoyib shubalarimiz, bulardan ham oz qoldi. Shoshilamiz lekin 120 ming so'mdan aksiyada aka. Oxiri qolgan 120 dan berib yuboraman aka. Qarang, obunachilar qo'limlar qo'shib. O'ta qalin aka bu. Materiali ham zo'r, ancha-munchaga to'zavermaydi aka. Bu yoqda xudo xolasa jeniskilarimiz aka mana. O'tib ketib qolaydi. Opa, o'tib ketib qolaydi shu tomonga. Bu yerda jenski yo'naklarimiz. Aka xudo xolasa jeniskilarni ham mana bir boshdan tanishtirib o'tamiz aka. Mashlar ham aka 85 ming, 90 ming sotilgan ko'ynagishton bo'ladi. Materiali bambuk aka. Eng yaxshisi. Razmerlari 48 dan 52 gacha bo'ladi. Buni ham rasvetkalari 5-6 xil bor aka. 65 ming so'mdan aksiyaga qo'yib beramiz aka mashlarni. 65 ming aka. Tikuvchi tikib bermaydi 65 mingga hozir. Biz tayyor tiklar gatovisini beryapmiz. Yana. Xolasangiz mana shularni ham bir 3 kun oldin aka 110-120 sotayotgandim. Xitoydagi bo'ladi. Mana kofta yubkalarimiz. Xolasangiz ishtonligi bor, xolasangiz yubkaligi bor aka. Buni ham aka 80 ming so'mdan aksiyaga qo'yib beraveraman. 80 ming so'mdan. 80 ming so'm aka. Xitoydagi bo'ladi, ishtonligi bor, yubkaligi bor. Bemalol kelib, ko'rib xarid qilishlari mumkin o'rtoqlar. Aka undan tashqari mana bambuklarimiz bor. Bular ham fari bilan 90 ming so'mdan aka bular. Velvetlarimiz 95 ming so'm. Keyin obunachilar uchun yana aka mo 120 sotayotgandim aka. Bugundan boshlab bu ham 100 ming so'mdan aka. Soni cheklangan lekin. Bu aka materiali jemper tovar bo'ladi. Bu ham Xitoydagi qalinidan aka. 120 dan 1 so'm kam sotmayotgandim. 100 ming so'mdan kelib bemalol xarid qilaverasizlar o'rtoqlar. Sizlardan so'raladigan narsa faqat shu aktivni kuchli qilib aka like, kommentlarni bomba qilib tursak aka. Bundan ham zo'r aksiyalarimiz xudo xolasa oldinda aka chiroyli qilib aksiyalar qilib beramiz aka. Hammanglar kutamiz. Like podpiskalar ham bosib, like podpiskalar bomba qilib bosib tursanglar, aktiv zo'r qilib tursanglar bo'ldi o'rtoqlar. Asar rahmat, savdolar arasida. Aka charchamanglar, sog' bo'linglar. Sog' salomat bo'ling.